O'g'lim, men baribir senga bir gapni aytishim kerak. Dada, hech narsa aytishingiz shart emas, tushunaman. Yo'q o'g'lim, sen hali tushunmading. Aslida men... Bo'ldi dada. Men balog'atga yetganman, hamma narsani bilaman. Aytingchi, nima uchun shuncha yil tinimsiz o'qidim? Menda ham iroda bor. Menga past nazar bilan qarashlarini xohlamayman. O'g'lim, odamlarning gapiga parvo qilma. Biz o'z hayotimizni yaxshi yashasak bas. Faqat chinakam kuchli odam boshqalarning fikriga qaramaydi. Seni dadang mana shunday kuchli odam. Mayli, qanaqang zo'r talaba? Undan ko'ra yuring, uyga borib bir kosa lag'mon yeymiz. Shunisi yaxshiroq. Qani o'tiring. Seni qara-yu. Mahkam o'tiring. Qani, unda olg'a. Ay! O'g'lim, rostdan ham moliya yo'nalishida o'qimoqchimisan? Axir sizga aytganman-ku, men kelajakda pul topaman. Pul topganimda birinchi navbatda sizga katta uy olib beraman. Keyin zo'r mashina va bir nechta oshpaz yollayman. O'sha uyga bir xizmatkor olishni ham o'ylaganman. Nahotki baribir meni yo'limdan ketyapsan. Yaxshi, bas qiling. Men siz bilan bir yo'ldan ketmayman. Siz qiyinchilik bilan pul topasiz, lekin meni ishim umuman boshqa. Kim ketmoqchi bo'lsa, ketsin. Men esa ro'yxatdan o'tishga ketdim. Hamma xohishingizni o'zim amalga oshiraman. Seni qanday orzu-umidlaring bor, o'g'lim? Siz ichimligingizni ichib turing. Pul topganimdan keyin o'zim yordam beraman. Meni ajoyib hayot kutib turmaydi. Otangning istagi seni hayoting yanada yorqinroq bo'lishi edi. Nega yana qaytib kelding? Sen uni kimdir qo'yapti shekilli, men unga yordam berishim kerak. Voy sen, shu yerda bir qizni ko'rmadingmi? Ha, ko'rdim. Qayerga ketdi? Ortidan. Ovqat yeyotgandim. Sen ham yeysanmi? Ajablanmadingmi? Hammani o'z hikoyasi bor. Hozir chiqma. Senga pul berishim kerak. Men juda ham pulga muhtoj insondek ko'rinyapmanmi? O'xshayapsan. Juda ham o'xshayapsan. Meni pulga muhtojligim yo'q. Sen bilan nega aytishib o'tiribman? Hozirgina seni qutqarib qoldim. Boyagi odamlar hali uzoqqa ketmagani aniq. Hozir chiqishing juda ham xavfli. Opamga qo'l ko'tarishga qanday jur'at qildi? Uni ayovsiz jazolayman. Senmi hali? Hey, nima qilyapsan? Opa, ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshiman. Mana bu meni qutqarib qoldi. Yo'q. Unda sizdan ming bor uzr so'rayman. Ha, aytgancha, mana bu meni tashrif qog'ozim. Xohlagan paytingizda menga aloqaga chiqishingiz mumkin. Qay holatda bo'lsa ham. Agar pul kerak bo'lib qolsa, Devo guruhga boring. Odamlarimni o'zi shu masalani sizga hal qilib berishadi, xo'pmi? Ketdik, opa. Nima bo'ldi o'zi? Ular nega bunchalik ko'p?
Nima qilyapsiz, opa? Ketdikmi? Voy, Nima bo'ldi? janob shuning mashinalari-ku. Qo'rquvdan o'lay dedim. Janob shu nega keldi ekan? U nafaqaga chiqmaganmidi? Unga o'xshagan obro'li odamlar biz o'ylaganimizdek emas aslida. Yur ketdik. Nimaga uni eshigining yonida to'xtadi? Yura qoling. Janob Jang, Keldingiz. O'tiring. Janob Jang, meni chaqirtirgan ekansiz. Ishingiz bormidi? Eski do'stim, hech qanday ishim yo'q. Shunchaki birga o'tirishga chaqirgan. Bundan mamnunman. Sizni chaqirganimning sababi ham bor aslida. Buyuravering, janob. Qo'ysangizchi, bunchalik iltifot shart emas. O'tiring. Oilamizdan Jangsi Tsinghua universiteti moliyaviy bo'limiga tavsiya etildi. Siz axir u yerda faxriy rahbarsiz, shunday emasmi? O'g'lim ko'p jon kuydiryapti. Shunchaki uni o'z holiga qo'yib, men uchun unga ko'z quloq. Otalar farzandlariga javobgardir. Xavotir olmang, tushundim. Unda qani oldik. Rahmat, janob. Rahmat. Marhamat. Yoqimli ishtaha. Rahmat sizga. Minnatdormiz janob. Mana bu sizni maoshingiz. Marhamat. Rahmat. Nima ko'ryapsan? So'nggi yangiliklarning nimasini ko'ryapsan? O'g'limni tomosha qilyapman. Nima? Sanyuan guruh rahbari seni o'g'lingmi? Rostdanmi? Uni nima berib boqqansan, ha? Hoy, tashqaridan bir odam kelib, seni ko'rmoqchi ekanligini aytayapti. Biror muammo chiqarib qo'ymadingmi? Ha, mana u. Dada, Ha? bizni yolg'iz qoldiring. Ha, albatta, yura qol. Dada, nimaga qo'riqchi bo'lib ishlayapsiz? Men sizga xaroy pul ishlab jo'natib turdim. Pulga muhtojligim yo'q. Ishim bor. Sizga aytgandim-ku, o'g'lingiz avvalgidek emas. Ha, Sanyuan Groupni bilasiz-a? O'sha meniki. Hozir siz mazza qilib yashashingiz kerak. Hozir ham maroqli hayot kechiryapman, o'g'lim. Shuni maroqli hayot deb aytyapsizmi? Sizga eng yaxshi mazzalardan uy olib berdim. U yerda ham yashamayapsiz. Uy xizmatchisi va mashina olib berdim, lekin to'la to'kis hayotingiz shumi? Namuncha hovliqasan. Nimadir ichdingmi? Nima bo'ldi?
Pul odamni aqlli qilmas ekan deb o'ylab qoldim. Dada, 7 yil avval o'quv ziyofatida sizga nima deganim esizdami? Puling bo'lsa qudratlisan, bo'lmasa ko'tara olmaysan degandim. Hozir pulim bor, sizni boshqa odamlar tarafidan boshqarilishingizni xohlamayman. Ustimdagi kiyimimni nazarda tutyapsanmi, mendan uyalyapsanmi? Aytgan gaplarimni esingdan chiqardingmi? Senga shunaqa tarbiya bergan. To'xtang. Xo'p, yaxshi. Bugun siz bilan bahslashishga kelganim yo'q. Bir masala bor. Menga yordamingiz kerak. Nima bo'ldi? Janob Shuni taniysiz-a? Taniysiz albatta, qanday qilib tanimaslik mumkin? U menga universitetda o'qib yurgan paytlarim juda ko'p g'amxo'rlik qilgan. Uni kichkina qizi ham ulg'aygan. Ziyofat qilib berishni o'ylayapman. Yoki siz bilan birga ularning oldiga borib, albatta rahmat aytishimiz kerak. Janob Shu. Ha, Janob Shurun. siz uni taniysizmi? Men u bilan Bo'ldi. Unchalik muhim emas. Muhimi, siz hozir mazza qilib hayot kechirishingiz. Sizga uy sotib oldim. Lan Yuemun 36-xonadon. Borib yashash majburiy. Oling. Sen qanday qilib Lan Yuemundan uy sotib olding? Men o'zim ola olaman. Sizni eshitishni ham xohlamayman. Sotib olib bo'ldi, men hech narsani bilmayman. San Yuan Group Lan Yue kompaniyasining bir qismi. Navbat endi sizniki. Dada, meni tunda firmada ishim bor, juda ham bandman. Sizni yordamchim Jao borib qo'yadi, shundaymi? Albatta, janob. Kerak emas. O'zim bora olaman. Siz qila olasiz degan umiddaman. Ketdik. Zumrasha. Dayuan, Yuyjing. nimaga ustingga qo'riqchini kiyimini kiyib olding? Sen menga aytmagan qandaydir masala bormi? Yo'q. Hech qanday masala yo'q. Qayerga ketyapsan? Olib borib qo'yaman. Kerak emas, bir bekat nariga bor. Dayuan, sen meni asrab qolganding. Sen bilan do'stmiz endi. O'tir mashinaga. Mayli. Xo'sh, qayerga boramiz? Lan Yuemunga. Yaxshisi, men uyimga bora qolamiz. Kechki payt savdo bo'yicha majlisim bor. Seni uyingga boraman demadim. O'z uyimga qaytyapman. Seni uying qishloqda emasmidi? Lan Yuemun juda ham qimmat villa emasmi? Bilaman. O'g'lim bittasini menga sotib olib berdi. Dayuan, senga nimadir bo'ldimi o'zi? Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Ha, sen bunaqa narsa sotib ola olmaydi deb o'yladingmi? Shunday. Nima, yoki u yerda qo'riqchi bo'lib ishlayapsanmi? Nima? Xavotir olma. Bu shunchaki ish xolos. Bu narsa uchun seni ayblamayman, to'g'risini aytsam. Men ham bir paytlar restoranda ishlaganman, lekin sen erkak kishisan. Shuning uchun g'ururing bor. Buni tushunaman. Nima? Ha, mayli. Yaxshisi, men seni u yerdagi ko'chmas mulk rahbari bilan tanishtirib qo'yaman. Buni keragi yo'q. Jonga tegding-da. Mayli. Unda gapirmang. Mashina haydashni bilasanmi? Ha. Unda mashinani turargohga qo'yib tur. Men ungacha eshikni hal qilib chiqaman. Hozir. Jan Dayuan, sen bu yerda nima qilyapsan? Aka, qanday tasodif-a? Uka, bu mashina senikimi?